Xonali kvartira. O'rtada egasi xona. Bu bunaqasi hammomi, kuxna. Bu spalnisi. Mana shu yerda bunaqada log'lar va bunaqa ro'ton kelyapti. Mana shunda nima shpatilla suv aqtiryapman. Uni atkazlarni olib qo'ydim, derazalarni. Bu kuxnasi mana. Buni atkazlarni tayyorlayapman, alayapman, o'rnaqa kabel qo'yganlar tayyorlayapman. Mana nimasi? Podez deydimi? Ne podezi? Bitta 3 ta xona bo'lsa, mana yana 3 ta xona. Mana bu tayinlar totib qo'ygan rotbani. 1 sm, 2 sm, 3 sm yeyapti. Yemaydigan joylari ham bor. Mana hozir shpagulapiga tayyor qilib berimdagi mayakka, anaqa temir mayak bo'ladi-yu, o'shanga nolga, lazerga. Shu bo'ldi. Mayak qo'ymadim-ku. Hadi, albasa yo'shaydigan, qatiydigan rotonda pravilaga qatirib temir donni ham qilib tez bo'ldi. Bitgan holati, patologiyaga bir siloq tortib turish, bu yerda qo'yib yuborsa bo'ldi. Rotonni bunaqa holda tushib kelyapti, kepak hol, un qop. Kepak hol bo'lsa kerak. O'zlari chiqaryapti, to'playapmiz. Kelganda bitta paddon, ikkita paddon olyapman. Mana yorilmasinga bunaqa chetga totib yuboryapmiz. Shishaga o'xshagan arbizga, qo'l yomon sanchilar ekan. Ibbazona, shunaqa.